Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 7-oyning 7-kuni chorshanba. Hammalarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, to'yanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Xəvərlərdən məlum bo'lishicha, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 6-iyul kuni tushdan keyin Amerikadagi Uyg'ur lager shohidlari, tutqundagi Uyg'urlarning oila a'zolari va Uyg'ur faoliyatchilari bilan ekran orqali ko'rishib, Sharq Turkiston va Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati, shundaqla chet ellardagi Uyg'urlar duch kelayotgan jiddiy masalalar haqida atrofli suhbat olib borgan. Blinkenning kimlar bilan ko'rishganligi hozircha oshkorlanmadi. Suhbatdan burun Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ned Price axborot e'lon qilish yig'inida muxbirlarning bu vaqtdagi savoliga javob berib, Blinkenning Uyg'ur lager shohidlari, tutqundagi Uyg'urlarning oila a'zolari va Uyg'ur faoliyatchilaridan bo'lib 7 ta kishi bilan ko'rishdiganligini va bu to'g'risida keyinroq ma'lumot beradiganligini aytgan. Ya'ni shundaqla u bu ko'rishning Blinkenning Xitoy siyosatidagi kishilik huquq pozitsiyasini qayta muayyanlashtiradiganligini, Sharq Turkistonda Xitoy hukumatining bostirishiga uchragan shaxslar bilan aloqa qurishiga fursat yaratib beradiganligini bildirgan edi. U yana bu yig'inda Uyg'ur faoliyatchilarining Sharq Turkistondagi vahshiyliklarga qanday taqobil turish to'g'risida Tashqi ishlar ministrligini taklif fikrlar bilan ta'minlashi mumkinligini aytgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan o'tkazilgan suhbatga qatnashgan va ismini oshkorlashni xohlamagan bir Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarimizning stansimizga bildirishicha, bu qitimliq suhbat nihoyatda qizg'in kayfiyatda o'tgan bo'lib, Blinken Uyg'ur vakillarining so'z va talablarini astoydillik bilan anglab o'tgan. Fransiya Prezident Mahkamasining matbuotlarga bildirishicha, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan Germaniya bosh ministri Merkel 5-iyul kuni Xitoy raisi Xi Jinping bilan ekran suhbati o'tkazib, Uyg'ur majburiy emgak masalasini o'z ichiga olgan bir qator masalalarni so'zlashgan. Fransiya Prezident Mahkamasining oshkorlashicha, Macron bilan Merkelning har ikkilisi Xitoy kishilik huquq masalasini o'ttirg'a qo'ygan. Shundaqla Uyg'ur majburiy emgakiga qarshi turish talablarini qayta ta'kidlagan. O'tgan oyda Angliyada chaqirilgan G7 davlatlarining boshliqlar yig'inida Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarini xalqaro ta'minot zanjiridan tozalash qaror qilingan edi. Fransiya Prezident Mahkamasining aytishicha, bu suhbat bu yil kuzda Angliyada o'tkaziladigan havo klimat yig'ini, Italiyada o'tkaziladigan G20 davlat boshliqlari yig'inini o'z ichiga olgan bir qator xalqaro yig'inlarning tayyorligi ekan. Ürümçi qirg'inchiligining 12-yilligi munosabati bilan 5-iyul kuni kechda Dunya Uyg'ur Qurultiyi va Malayziyadagi musulmon tashkilotlaridan Malayziya Uyg'urlar uchun tashkiloti birlikda Uyg'ur qo'shqo'llarining Malayziyadagi haqlari degan temada to'g'ri muhokama yig'ini uyushtirdi. Yig'inga Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarimizdan boshqa yana Malayziyadagi bir qism nopuzliq musulmon tashkilotlarining mas'ullari ishtirok qildi. Yig'in Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa Apandimning ichilish nutqi bilan boshlandi. Dolqun Aysa Apandi so'zida 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining oldi keynidagi siyosiy vaziyat haqida qisqacha ma'lumot berish bilan birga, buning Xitoy hukumati ijro qilayotgan Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish va milliy kamsitishni qonunlashtirish urinishlarining burilish nuqtasi ekanligini, ana shu vaqadan keyin bugungi kunda dunyo ko'rib turayotgan qirg'inchilikqa dog'dam yo'l ochilganligini bayon qilib, ana shu vaqtdan tortib Sharq Turkiston haqiqiy turda ismi jismiga loyiq usti ochiq turmaga aylandi deb ko'rsatdi. Dolqun Aysa Apandi so'zida yana 5-iyul Urumchi qirg'inchiligidan keyin Uyg'urlarning zo'r turkumda ziyonkashlik va bostirishdan saqlanish umidida 3-bexatar davlatga qaytish hodisasining borligi kelganligini va Uyg'ur qo'shqo'llarning Sharqiy Janubiy Osiyo ellaridagi murakkab va ichinishli qismatlarining pardasining ichilganligini, ammo bu jarayonda yerlik soqchi xodimlari qo'lga olgan bir turkum Uyg'urlar hamda Misrda qonunliq o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarning Xitoy hukumatining besimi tufaylidan Xitoyga qaytarib berilganligini hamda ularning izdiraksiz g'oyib bo'lganligini, xalqaro qonunlarga xilop oldi Xitoyga qaytarib berilgan bu Uyg'urlarning bir qismiga o'lim jazosi berilganligini, yana ba'zilarining bo'lsa og'ir qamoq jazolariga hukm qilinganligini, navbatda Malayziyada tutib turilayotgan Uyg'ur qo'shqo'llar hamda qo'llaridagi Xitoy pasportini yangushlashga ilojsiz qilayotgan Uyg'ur musofirlarning bo'lsa Xitoyga qaytarilish hamda borgan sari kengayotgan lagerlarda ilgirgilarning og'ir qismatlarini boshdan kechirish xavfiga duch kelayotganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Orqadan Malayziya Uyg'urlar uchun tashkilotining raisi Zuhri Yuhya Apandi so'z qilib, bu vaqtdagi reallikning haqiqatan odamni cho'chitarlik darajada mavjud bo'layotganligini, bo'libmi hozir Malayziyada soqchilarning kontrolligida turayotgan Uyg'ur qo'shqo'llardan bir qism ayollar va bolalarning bakmo og'ir kunlarda qilayotganligini so'zlab o'tdi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi London ishxonasining direktori Rahima Mahmud xonim yig'inda qilgan so'zida, Xitoyning shuncha qattiq besimi va kuchlik talabiga qaramasdan Malayziya hukumatining bu davlatdagi Uyg'ur qo'shqo'llarni Xitoyga qaytarib berishni rad qilganligiga tashakkur bildirish bilan birga, ko'plagan musulmon ellari Uyg'urlar masalasida Xitoy hukumatining ro'yiga beqib ish ko'rayotganda, Malayziyaning bu vaqtdagi keskin ifodasining taqdirlashga arziydiganligini ta'kidladi. U yig'inda chaqirilgan Uyg'ur sud kollegiyasining faoliyatlaridan qisqacha ma'lumot berish bilan birga, shu suddagi faktlar asosida Uyg'ur qo'shqo'llar duch kelayotgan
ig'ir fojialarni har sohaga bekmi yaxshi anglatganligini, ilgari boshqalar anglasimi gumon bilan qaraydigan ahvollarni hozir texmi ko'p sonning to'liq tushunganligini, shunga mumkin bo'lsa Malayziyadami shu xildagi sud faoliyatini uyushtirib, Xitoy hukumatining jinoyatlarini oshkora fosh qilish, shu orqali Uyg'ur qochqinlarining ahvoliga manfaatlik ba'zi sharoitlarni yaratishni, shuning bilan birga Malayziya parlamentidami Xitoy masalasi haqida parlamentlar ittifoqiga qatnashtirishga tirishib ko'rishni tavsiya qildi. Dünya Uyghur Qurultiyining programma yetakchisi Zumratay Erkin yig'inda qilgan so'zida o'zining dal 5-iyul qirg'inchiligi yuz berganda Kanadadan Urumchiga tuqqan yo'qlashga borganligini, shu vaqtlarda ko'rganlarining dal boshqalar tasvirlagandek hammali joyni oq terrorlik qoplagan bir mezgil bo'lganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, kutilmagan sababdan bu qitimqi yig'inga qatnasholmay qolgan Dunya Uyghur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat afandimning yig'inga yo'llagan yozma bayonotini o'qib o'tdi. Bayonotda qisqacha mundaq deyilgan: Uyg'urlar 10 necha yildan beri borgan sari ig'irlayotgan zulmga va bostirishga duch kelyapti. Bundaq ahvolda Uyg'ur qochqinlarni Xitoyga o'tkazib berishning o'zi ularni o'limga ishtirganlikka barobar. Shunga Malayziya hukumati bu joylardagi Uyg'ur qochqinlarga eng aqalli yordamlarda bo'lish majburiyatini, ularni qo'g'dash va zarur bo'lgan yordamlarda bo'lishni unutmasligi lozim. Malayziya Islom tashkilotlari maslahat kengashining raisi Sharq Chiko Azmi Abdulhamid Malayziyadagi diniy sohaga vakolatan so'z qildi. U navbatda Uyg'urlar duch kelayotgan qirg'inchilik va boshqa reallikning xarakterini e'tirof qilish hamda ularni oshkor so'zlashning muhimligini, shu orqali qochqinlarni qo'g'dash haqidagi xalqaro kelishimlarga imzo qo'ygan Malayziya hukumatiga Malayziyadagi Uyg'ur qochqinlarining eng aqalli haqlarini eslatish mumkinligini so'zlab o'tdi. Professor Rafidah Muxtar xonim bo'lsa o'zining bir ayol hamda ona bo'lish sifati bilan navbatda Uyg'ur xonim qizlarining beshiga kelayotgan ig'ir kulfatlar va xo'rliqlardan azoblanganligini, shunga ilm sohasining bu masalani Malayziya hukumatiga eskartish orqali Malayziyadagi hamda boshqa joylardagi Uyg'ur qochqinlarga insoniy qo'g'dinish sharoiti yaratib berishga turtki bo'lishni taklif qildi. Avstraliya Sharqi Turkiston jamiyatining raisi Nur Muhammad Mijid afandimi yig'inda qilgan so'zida o'zining shaxsiy kechirmishlariga birlashtirgan holda shuncha ko'p musulmonlar ommasi qochqinlar sifatida Birlashgan Davlatlar Tashkilotining himoyasiga va qo'g'dishiga erishayotganda, bu yilning Malayziyadagi Uyg'ur qochqinlar uchun bekmi mushkulga tushayotganligini, dal mushu sababdan Uyg'ur qochqinlarining Malayziyada ham zo'r qiyinchiliklarga duch kelayotganligini, buning uchun Malayziya hukumati o'zining islomiy majburiyatini texmi zo'r darajada joriy qildirishi lozimligini eskartib o'tdi. Dunya Uyghur Qurultiyi muhojirlar komitetining mudiri Mehmet To'xta afandimi yig'inda qilgan so'zida o'tgan 70 yilda Uyg'urlar boshdan kechirgan zo'r ko'lamli ko'chish hodislarini eslab o'tish orqali Malayziya hukumatining ko'chmanlar, qochqinlar va qonunsiz chegaradan o'tkichilarning hammasini bir tayoqda haydab kelganligini, shunga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti musofirlar mahkamasi orqali Malayziya hukumatiga ba'zi qoidalarni o'zgartirib ijro qilish to'g'risida besim qilishni alohida ta'kidladi. Shuning bilan birga islom dini tarixidagi ba'zi tipik misollarni eslatish orqali islom dini asosidagi Malayziyaning islom dinidagi qarindoshlik va hamdamlik an'anasiga binoan Uyg'ur qochqinlarga yordamda bo'lish majburiyatining borligini eskartdi. Malayziyadagi diniy sohalardan Jamoliddin Shamsiddin, Muhammad Faysal Aziz, Ahmad Fahmi qatorliq ko'pga tunishliq jamoat arboblari, shuningdek boshqa dillardagi bir qism vakillarmi Malayziyadagi Uyg'ur qochqinlarining ahvoli haqida o'zlariga ma'lumlik fojialarini ko'pchilik bilan hambahrlab, Malayziya hukumatining bu masalada hozirgi qochqinlar siyosatini o'zgartirishi hamda Uyg'urlarga texmi yaxshi qo'g'dinish sharoiti yaratib berishi to'g'risidagi takliflarni o'ttirg'a qo'ydi. Yig'in tashkillovchilar bu qitimqi yig'inda o'ttirg'a tushgan fikrlarni Malayziya hukumat tarmoqlariga yo'llab beradigan bo'lib, buning o'z navbatida qisman bo'lsa ijobiy ilgirlashlarga turtki bo'lishi umid qilinmoqda ekan. Chet ellardagi Uyg'urlar Urumchi qirg'inchiligining 12-yilligi munosabati bilan butun dunyo miqyosida Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi keng ko'lamli norozilik faoliyati ilib borgan dal 5-iyul kuni Xitoy raisi Shi Jinpingning Xitoy Markaziy harbiy ishlar komiteti nomidan farmon e'lon qilib, Xitoy qurolli soqchi qismining Sharqi Turkistondagi bir alohida urush qilish o'ttiri atratiga terrorlikqa qarshi turishning o'tkir qilishi deb nom berganligi kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Shi Jinping mazkur farmonida Sharqi Turkistondagi barliq Xitoy qurolli qismlarini bu atrofdan o'ginishga chaqirgan. Vaqadan xabardor kishilarning aytishicha, qurolli soqchi qismlarining mazkur alohida urush qilish atrati 2009-yil 5-iyul kechasi Urumchi Tangirtog' rayonining elektr tokini o'chirib etib, Uyg'urlarni qirg'in qilishda aktiv rol o'ynagan ekan. Shi Jinpingning farmonida bu atrofning atalmish terrorlikqa qarshi turishdagi qahramonlik stili, xatarga tavakkul qilib, yangi davrdagi inqilobiy askarlarning qonliq jasoratini yaratganligini ilgari surgan bo'lsa-mu, biroq bu atrofning qandoq konkret bir qonliq jasorat ko'rsatganligini tilga olmagan. Undan boshqa yana 5-iyul kuni Xitoy hukumati Beijingda atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatining nomida maxsus axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, Dunya Uyg'ur Qurultiyini 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi haqida dunyoga yolg'on ma'lumot berish bilan ayblagan va 2009-yil 5-iyul yuz bergan
Ürümçi qirg'inchiligida qandaqdir ziyonkashlikka uchirgan ba'zi atalmış Xitoy shohidlarni sahnaga chiqarib, yig'izlari qildirish orqali 5-iyul Ürümçi qirg'inchiligining asli qurbonlarining Xitoylar ekanligini ilgari surgan va 5-iyul Ürümçi voqeasi vatan ichi va sirtidagi terrorchi unsurlarning tashkillashida planli holda elib berilgan zo'ravonlik harakati deb ko'rsatgan edi. Qozog'istondagi mustaqil ommaviy axborot vositalarining xabarlariga qaraganda keyingi vaqtlarda Qozog'istonda Xitoyga qarshi kayfiyat yana avj olishga boshlagan. Ilgari Xitoy fuqarolarining Qozog'istonga kelib yer setib olishi, dehqonchilik yerlarini uzun muddatga ijara olishi, shundaqla Qozog'istonda Xitoy zavodlarining silinishi yerlik aholini, ayrim o'qituvchi kuchlarni va faoliyatchilarni qattiq andishiga solgan va bu sababdan Nur-Sulton, shundaqla Olmuta, Atrov, Aqtov qatorliq cho'ng shaharlarda Xitoyga qarshi cho'ng kichik namoyishlar elib berilgan edi. Yaqindan buyon yerlik matbuotlarda Qozog'istonda Xitoy korxonalari sonining o'sayotganligi, shundaqla o'zlarining Sharq Turkistonda izdereksiz yo'qolib ketayotgan yo bo'lmasa Xitoy turmalarida va jazo lagerlariga so'langan urug' tuqqanlardan xabar ololmayotganlarning Xitoyning Olmutadagi konsulxonasi oldida o'tkazayotgan davomli namoyishlari haqida maqolalarning e'lon qilinishi yana davom qilmoqda. Abay Qozog'iston tor betida e'lon qilingan Qozog'istonda Xitoy korxonalarining soni oshdi nomli maqolada aytilishicha, oxirgi vaqtlarda Qozog'istondagi Xitoy korxonalarining soni oshib, Xitoydan keladigan import ko'lami 4 oyning ichida 2,3 milliard dollarni tashkil qilgan. Xitoydan kelgan qonuniy shirkatlar va vakolatxonalarning soni 1265 ga yetib, aksicha Xitoydan keladigan mablag'lar 22% azaygan. Qozog'istondagi axborot vositalarida ko'rsatilishicha, mushu yili fevralda Olmutadagi Xitoy konsulxonasi oldida boshlangan namoyish yaqinqi kunlargacha davom qilgan. O'zlarining bolalarini yetilab bo'lgan ko'pincha onalar qo'llariga izderaksiz yo'qolib ketgan va jazo lagerlariga qamalgan urug' tuqqanlarning rasmlarini tutib, ularni surishta qilishni talab qilgan. 4 oyga yaqin vaqtga so'zilgan namoyishlar jarayonida konsulxona xodimlari namoyishchilar oldiga bir qaytam chiqmagan. Yerlik hokimiyat vakillari bo'lsa namoyishchilarga bu harakatning qonunsiz ekanligini eskartgan. Namoyishchilar Uyg'ur, qozoq qatorliq millatlarga qarata yurgizilayotgan qirg'inchilik siyosati uchun faqat Xitoy doiralarini emas, balki Qozog'iston doiralarini ham tanqidlagan. Qozoq tillik matbuot sahifalaridan ma'lum bo'lishicha, Olmutada elib berilgan namoyishlardan keyin uning bir turkum qatnashuvchilariga soqchi organlari tomonidan pul jarimani to'lovni silingan bo'lsa, ba'zilarini bugungi kunga qadar qo'lga ilish harakatlari davom qilmoqda ekan. Ozodlik radiosi e'lon qilgan politsiya Xitoy konsulxonasi oldida namoyish o'tkazib yurganlarni yana qo'lga oldi nomli maqolada aytilishicha, namoyish qatnashuvchilarining biri Boybolat Kunpolat o'g'li yaqinda uydan tutib ketilgan. Shuningdek, Nag'iz Otyurt fidoilari tashkilotining rahbari Beksat Maqsudxon o'g'limi tutqun qilingan. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy bilan iqtisodiy aloqalarning yaqin bo'lganligi sababidan Qozog'iston va Qirg'iziston, Tojikistonga o'xshash O'rta Osiyo mamlakatlari Xitoydan ko'plab qarz olgan bo'lsa-mu, endi uni qaytarishda ba'zi qiyinchiliklarga duch kelmoqda ekan. Bo'libmi Tojikiston o'z qarzini uzanmay tog'liq Badaxshan rayonidagi yerlarini Xitoyga berib etishga majbur bo'lgan. Hozir Qirg'iziston shunday ahvolda ekan. New York vaqti gezitining xabar qilishicha, Fransiya terrorlikqa qarshi turish taftish ishxonasi Zara, Yo'nikli qatorliq donliq markalarning insoniyatga qarshi jinoyat bilan, ya'ni Uyg'urlarning qon terini so'mirish qilmishi bilan munosabati bor yo'qligini tekshirishga boshlagan. Xabarda bildirishicha, bu yil 4-oyda kishilik huquq tashkilotlari va Xitoydagi qamoqni boshdan kechirgan bir Uyg'ur ayol yuqorqi shirkatlar ustidan arz qilgan. Bu da'vo dunyoning har qaysi joylaridagi donliq kiyim-kechak setish shirkatlari duch kelayotgan majburiy emgak masalasini qayta o'ttirg'a qo'ygan. Chunki setilayotgan kiyim-kechaklarga ishlatilgan paxtalarning 5dan 1 qismi Sharq Turkistondan keladi ekan. Donliq markalarning mol va xom ashyo manbasini tekshirganda Sharq Turkistondagi majburiy emgakka chirishlik bo'lib qolish ehtimoli cho'ng bo'ladi ekan. Kishilik huquq tashkiloti advokati William Bordonning aytishicha, bu qitimqi tekshirish donliq kiyim-kechak setish shirkatlarining kirim manbasini aniqlashning qimmatli fursati hisoblanadi ekan. U mundaq degan: Bu tekshirishda kishilik huquqiga xiloflik qilish badaliga beygan. Ondan mollarni Fransiya qatorliq davlatlarga import qilgan shirkatlarning javobgarligi surishtiriladi. Iste'molchilar agar mol ta'minlash liniyasidagi insoniy xo'rlikni tunib yetsa, bu xil da'volar pat arda boshqa davlatlarda mu elib beriladi. Biz donliq markalarga shundoq ogohlantirish beramizki, agar ular o'z qilmishini tuzatmasa, qonun va inovat jihatdan o'ng'ishsizlikka uchraydi. Bu qitimliq tekshirishga inkos qaytargan shirkatlardan Indeks bilan Yo'nikli kishilik huquqni qo'g'daydiganligi haqida va'da bergan. Indeks shirkati biz har qanday shakldagi majburiy emgak qilmishiga qarshi turamiz. Shunga biz mol ta'minlash liniyamizda bu qilmishning ko'rilmasligi uchun buningga munosabatlik bir yurish qoida belgilamalarini tuzdiq deb ifoda bildirgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi téléviziyesi kündilik xəvərlər pirugrammisi diqqətinizə sunduq. Keyingi qitimliq programmamiz ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.